Nevroz, qo'rquv, vahima, xavotir, ichki bezovtalanish klasterini bugun 5-mavzusi bo'ladi. Nevroz nimaga ketmayapti? Nevroz nima uchun mustahkamlanadi va qanday mustahkamlanadi? Avvalambor boshida nevrozga chalinganimizda, xavotir, qo'rquvlarimiz boshlanganda bu darajada kuchli bo'lmagan edi. Simptomlarimiz ham, ichki bezovtalanishlarimiz ham bu darajada kuchli bo'lmagandi. Biza hozirgi nevrozimiz mustahkamlanishida o'zimizni mehnatimiz juda ham baland. Ya'ni biza o'z nevrozimizni to'g'ri tushunmadik, u bilan to'g'ri kurashmadik, uni to'g'ri yengish yo'lini o'rganmadik. Faqat qaysidir kasallikdan deb o'yladik, qaysidir muammodan deb o'yladik, qaysidir og'ir bir darddan deb o'yladik, qaysidir bir davosi yo'q darddan deb o'yladik yoki o'lim holatlari deb o'yladik. Miyamizga to'xtovsiz xavf signalini yuborishni boshladik. Mana shu darajada bizning nevrozimiz sekin-sekinlik darajada mustahkamlanib, mana shu hozirgi juda ham qiyin bo'lgan, juda ham og'ir bo'lgan qo'rquvlar va juda ham ko'p simptomlar yaralishiga sabab bo'ldi. Ya'ni bunda nevroz o'zidan o'zi yaralib qolmagan, o'zidan o'zi mustahkamlanib qolmagan. Bu mustahkamlanishda bizning mehnatimiz juda ham baland. Ya'ni o'zimiz bilmagan holda o'z nevrozimizni xavotir, qo'rquv, vahimalar bilan mustahkamlab qo'yganmiz.